o'zi unaqa to'xtab turing, yaxshi bilmayman, nima bolalarni. Bilasizmi? Vau, Teslami? Biza paytda ko'p narsa boshqacha edi jigarlar. Hozir sizlarning ko'zingizga как будто SSR odamining gapini gapirayotgandek tuyulishi mumkin. Lekin shaxsan men o'zim avtoshkolada Jiguli 2107 da mashina haydashni o'rganganman. Bugun Avto Akbarda shunaqa chiroyli avtodromining ochilishini sizlarga ko'rsatib bermoqchimiz. Kuzatib turinglar. Avto Akbar asnovachilari Akbar aka. Xo'p, bu avtodrom haqida, o'zim men avtoshkola haqida qisqacha 2-3 og'iz gapirib bersangiz. Xo'p, bu avtodromimiz qurishdan maqsad Toshkentning eng zamonaviy, eng katta avtodromi bu bo'ldi. Sparkdan Teslagacha mashinalar bor.